Шинжаң Шахла халқара сауда шектік шерік таждарлығыдaki Тоқтыма Тоқти filmini көрішіңланы қаршалымыз. Шахла чаш тоқтыры yürüşlük mahsulatları, scenaristek mas, rejissördek tazgıbı yaman maskelede. Bu filmni tövendeki orlama alaydı koladı. Шинжаң Құтияр yemeklik pen texnik çektik şirketi. Ma film hepte de birlik kısım çıkıdı. Çıkıverdiğen bir Құтиярның zəyləyipiniz emas bu. Royap halkara sodi çektik şirketi, Royap yürüşlük sağlamlık mahsulatları. Sağlamlığımız en mühim. Royap hemra erdayim. Pərviş Şəhla çaş doktoru da. Körkəm çaşlarını teximi asıraydı. Mehirlik qaliblərini bir-biriga bağlıqıcı Şəhla çaş doktoru çaş əttir cəvhəri. Hey kız bil ko'nglimni bersan, hem rost dur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hakim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Müştah olsun yaxşı ko'rib qolamda. Uxlandi. Hayır ayla. Ne öyle mi? Hayır ayla. Ay to'xtaysiz nada? Ne öyle mi oldu? Ha, uyda bo'lsangiz mayli. Men shu menga uyga ketdim deb qo'yib, sizni bilan yoki o'yinga ketdimkin deb telefon urib boqqan. Bo'pti, hamsa uxlavering. Ha, ma'qul. Jan? Qoptimi? Bilmem adama. Nimsala Aydın'ın bir ağinisi. Resim tutan bir adam lazım. Bu depti ki Aydın. Şu beni tanıştırıp koymak ki. Yaxşı yaptık o. Şey verip güle. Şuna olmuş kalsın. Al. Adaş? Hı? Oldıraş mı? Olduraz bu tügüme adıdır. Az kaldı. O kompüterimi bir qarab baksan. Ya ma az kaldı. İspatlan kıpır ayıcı. Ya da birden de... Saklıp durayım. Bana bu ne? Vay. Bu ne? Vay bu. Sen ertegen ne yapmış da seyahat görüp atadın mı? Endi şu seyaq chiqsa seyaq ko'may qanday qilmayman-da. Seyaq qarab atadim. Bu şu surat kartısına o'xshaydi bu. Hı? Degan ish bitmaydi. Ekranning keyinda bir simba tusib turay, men past qarab boqay. Bu ekranning keyinda bir tal qarsimba shuni chang tusibdi ha? Qaysi? Voy bir tal qarsimba uning keyinda. Ma. Qasim. Xatarlik emas-da? Ya. Odatda to'qqa chiqatmisli bo'ldi.
Adaş. Ha? Toktepti. Ha, bu unchilik to'xtab ishni bo'lmaydi. Ishqilib, odatda bu kompyuterlar portlash degan ishlar yuz bermaydi. Şu mağaz. Hey! Ya aldırmay götürün lan hani. Karvat yırtıldı o. Semikler. Semikler. Tötünle tank götürün lan. Ha aldırmay ha. Ha aldırmay. Tuttu. Beke. Ha aldırmay mı Hey. Sen hazır ciddi qilib ishlatamsan? Ha bir hafta oldu işe atkılı. Odam boshqalarga olib ketibsan, taxi. O kimdir o yarışib tutdi? Yarışıdı bir kılam diye. Ah perişlerden boğan kendi. Hey. Ersestra degen bak o. Aslında mışında kiyindi. Nima yok ki deyip çaçakıp adamga. Oshi yarışizgan to'q bo'lmasa. Şıngılama ha. Hey, ne oldu ma zıva bedenge? Kompüter kögen partlap ketdi. Ya, kompyuter seriq chiqib qolibdi-ku. Düşündün mü? Sen bana koşup tank toyunu kıyıklaymış şeyle. Telefon kal. Anladın mı? Ey, rost seriq chiqib qolibdi kompyuter. Hey, To'xti. men ishdan tushay dedim. Kechki tomoqni birga yeylikmi? Tushdimi? Tushdi. Bugun avval siz so'qoqda qilamni nima? Men so'qoq o'tib qolmisiz sizga? Ha, kechki kino ko'radigan deyishib qo'ydik-ku. Kechki ko'rishaydi. 1 soat vaqt men tushib tomoq yeb chiqib bo'lsa birdan o'tib ketadi. Tushdi o'zim yaray. Ha, mayli hamsa. Ha, ma'qul. Siz yaxshi tomoq yeyapsiz, ha? Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yolg'izmi? Ha, yolg'iz. Sizning tomoq qilasiz? Kudu tuxum bilanmi, efendim? Kut tuxum bilan mifan. Bo'ldi. Saqlab tutdim. Düşkünme 5. stada xaridardan telefon qilib qopti. Abalımı? Ha, babal daim tiyordu. Satır kep kala. Qarab beqim. Ma'qul. Telefon kelib qoldi bu. Beqim shu baldur kep turmoqdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hey. Telefon uzilib ketdi. Hey. Mino, Ha, telefonunuz mu? Ha, qo'ygan toq. rahmat, rahmat. Ha, bismillah. Voy. Voy. Ha, Yuvashning mungizi ichida deb qizvola bilan birlekansizda. Shu tomoq yegingiz kelmabganda men bilan. ya hozir men oshxona qilib qolibdi-ku. Bo'ldi. O'shiq tushandim menga. Voy. Rayla. I live deep in symmetry, in my anonymity. Je t'adore, ma vie très
Emdi geldin ma. Kep boğul ne? Bak otur da sakla. Birdam saqlan o'lamsa, Makıl makıl. Sen noçe, sen noçe. Bir gel ma çırayan manda kılmay bir külkü yürütüp otur adaş. Bulamda. Ben sende ötüne adaş. Manda bir külüp, manda bir otağın cuma adaş. Makıl degene adaş. bildim, mana. Tekmese mana. Ha mona. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Yaxşıdыңmı tişikma? Sınıfta görüşmegine yo'qab ketding qo'y. Ba şu aldıraşçılık. Sakıtı koyduk ya. Yo'q. Ne saqıtsa deysan. Tanıştırıp ötey. Menin dağlık sana degen ressam ağinem Esed. Resim degen mühendisiz aydı. Bir ko'rishim saqinmaydi bunda san'atkorlar. Assalomu alaykum. Külüyte adaş. Adaş, appak adaş. Ağin. Mahiyani chiroyi tatishib qoldimi? Yak. Atağış balanslı. Tamam. O'tiringlar. Otur adaş. Ha, nima yeymiz? Bana okşaş. Esed adaş nime yese? Samsa. Samsa. Samsini ham men topqin bo'ladi. Boshqacha bilmayman-da. Başka bir migine adaş. Samsa. Abab samsiyson. Yapapti. Samsa baramiz. Bag'rimizga samsdan birini qolganlarni o'zimiz bilib, ha. Fuko, makla. O samsida 10 ne? Langmandan 3 ne? Andan İtalyaca bilan bir ne? Döner kebabdan 2 nakila. Bo'ldi xo'jayin. Andan choydan bizning o'zimiz alaychi bilan qutyarni unutqama. Qutyarda 3 nakilda. Bo'ldi xo'jayin. Baqa. Bunday gap adash qara. Bunday gap qara adash. Gapni tuzli qilaveray. Mayaga seni ikkinchi qatim kelishing qo'ydaymi? İkinci kadar geçme. Aldı qatim kelgan jonshosum bitmagan matrapdiki tambag'a ichidagi. Oshi tamg'a men rasm sig'zaydi otman. Odamning rasmini. Ademler resmi. Odamning rasmini. Ama Adem degen ne? Sızaydı. Raur sızaydı. Sızaysan kodaş. Mashta. Birla qarab bilga bayata ishdan kirgandilar, san'at turib turibdi. Zalimishi san'atdan shug'ullangan bolalar bor. Boshqacha. Ondan sizganda kimni sizmoqchi etsang? Haqajan kallanga kimni desam esin keldi. Mahmud Qashqarining bir rasmi bor. Unda o'tirgan bir rasmi. Kitob ko'rib, varaqlab o'tirgan bir rasmi. Ajoyib salobat rasmi masha. Oshini ham o'sha o'tiribdiki, tamıq sig'zaydi otma. Bunda sapqonga bir xil milliy piroq chiqdi. To'g'ri? Mahmud Qashqarining sizsa milliy piroq chiqdi. Milliy piroq chiqdi. Moyoq Omoniy Saxonni saymiz. Yana qilib sattar tatilgan bir mundoq bir ajoyib bir shunday fayz bir rasm bor-ku. Shu rasmni sig'zaydi otma qara. Oshi sig'izsaq bir xil san'at pirog'i chiqdi. To'g'ri? Amoniy Saxon sizsa san'at piroq chiqdi. Buni mundoq qilgandan keyin qara. Angla gapni qara. Mundoq qilgandan keyin moyoqqa Omoniy Saxon, matrapga Mahmud Qashqarining sizsaq Ajraqdan kelgan odam qarabla mana o'g'illar hojatxonasiga, mana qizlar hojatxonasiga deb bildi-da. Asan farq etgan oldu. To'g'ri? Kelganlarda mundo qarablam. Moya qarsa erlar hojatxonasi. Moya qarsa nima? Hojatxona? Hojatxona? Sen bilmaysan-ki qara. Men sen de qara. Tushunmaysan-ki. Men neyni chetallak aylanib keldim degina. Bularcha har xil cho'ngiylik narsa bor-ku. O'zgacha payz narsa bor-ku degina. Men faqat yarmi deyman. Qaytib kelib mash Shinjongdagi mashalarning ashxonlarning ichidagi pardozlar faqat yarmi de. Sho'ng men bir o'zgacha bir o'xshamaydigan bir uslubni qilay dedim-ku. Başqa millatning qarindoshlarimiz kirib ko'rsimi? Malari ulug'larga deb hayron qolsin deyman-ku. O'zimizning milliy urf-odatlari, o'zimizning milliy mundaq bir tarixiy bir ulug'larimizni bunda chiqarib qo'ysak, yaxshi emasmi? Bir ayol bunda tutsa jiroqdan boshqa millatlar qarindoshlarimiz berib ko'rsimi? Uyg'urlarning madaniyatiga deb huzurlanmamda. Shunda to'g'ri dedim-ku. Shunda-da. Qarab. Haqacha men asrat, nima asratini bilmayman. Yaxshini siz bilasiz. Pul deganda chataq yo'q. Ma'g'inam bildi. Men pulga qattiq ko'z yummayman.
Tapılmay so'rab boqsam, sizlar qancha bola? Biz ikki bola. Ustunda bir ocham bor. Qarang. U ulug'lan sizma debmi avarimman. Mana siz biray. Ayollarnikiga ochingizni, erlarniki ochingizni erinsiz biraymi? Adaş. Matrepki ochamning eri bo'lsa, ochamga xil chiroyliq. Ochamning erining saqli yarashmasmikin Matrep? Mameni tilatimda? Yok tılımıdı. Tilladim. Yok tılımıdı. Tilladim. Tılımıdı. Tilladim. Yok tılımıdı. Tilladim. Tıllaptı. Ha, hoy men tek men tilladim kireptim ha. Men tillig'ida qo'ldingmi? Sen eski. Muhabbet şirini vadimini eski yigit. Uchira. Hapuma. Bu işe çizip gitmeyin. Yaqma. O'tira. Efendim Samsung geldi. Yo'qa. Ha, keldimi? Yalan tush qalanda. Men sana deyjuma qara. Sen başı bir ömür aşında samsiyep etip gitse. Men samsiysanmi bir ömür? Yegan samsam 100 kilo deyman. Sencho, tapqan puling 100 kilo alamsan? 100 kilo alsangchu, o'zing sib olaverasman. Salaydin. U ulug'lan sizg'anga meni qalimim ojizlik qildi. Hojat qilsamdi? Buningki bundan mehnat pul topilgan mehnat ishni men tunishtirma. Osh qilib o'lishga roziman. Adaş. Esat. 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 Adaş ne amanda? Salaydin. Gerçi ba'zi vaqtda ba'zi ishlarim toz ko'zim sig'mismi? Sen do'stim qatori ko'rma. Bunda do'stlardan, og'aylardan o'zingni yiroq tut. Nemishqidu bu chaqda Saloydinning ko'ziga Asadning vijik badani shunchalik hayvat ko'rinib ketdi. U bu ishning buzilganligidan qilchilikmi afsuslandi. Aksicha Asadning to'g'ri tanlash qilganligidan mamnun bo'lgan edi. To'g'ri. Asadga haqiqatan muodatda birasi oldirab omroq bo'lmaydi. Uning ko'nglidagi san'atga va g'ururga bo'lgan shu o'lchimini hech kim tavallatamagan. Mana u. Ya Asad, asamsan daba qo'yibdi. I swear now I can't take it. Knowing somebody's got my baby. And now you ain't around, baby, I can't think. I should've put it down, should've got that ring. It's like a still Hey. Bu ne? Bir kalendan çağırıp geldin samsiyeme deydiğin. Nasıl deb o'tir adash. Oldu rahmet. Meme berip. Samsiy. Hey, endi san kelib. Hey! Xo'jayin, samsidan boshqa tamoqlar chiqaveradi. Nima samsa, nima? Mak, men bundiki deb qo'yay, mak. Oshqanda sams degan narsa chiqmasin. Kanada Jemison ozuqluq mahsulotlari qon aylanishini yaxshilab, qon tomirlaridagi to'salg'ularni ochadi. Qon besimini tuvanlatib, menga qon tomirlaridagi may va xolesterinni tozalaydi. Jigardagi mayni tozalab, immunitet iqtidorini oshirdi. Tabiiylik bebahodir. Kanada Jemison mahsulotlari. Akşam spiyatmaz. Yaxshimisiz? Surat o'yinsetni kerak. Qancha bilan? Roylar men xato tushunib qoldingiz. Ya unda ish emas, men tushundim-ku meni. Shu meni xato tushunib qoldingiz. Men sizni saqlag'ili xayol bo'ldi deb ko'rinmaysiz. Men shu kinoxona oldida sizni saqlab turibman, chaqaroq kilo.
Oy. Ziba. Yaxshimi? Kino ko'raylikmi? Ha, kino ko'raylik. O'zingiz yolg'izmi? Ha, yolg'iz. Ha, nim kino ko'rayapsiz? Kino ko'raylik. Shu o'ylagandim hozir hammadam shu kinoni ko'rayotibdi hozir shundan chiqdim. Voy faqat yaxshi emas-ku u kino. Ya bo'lmasa kinoni ko'rib beqqa? Biletni epoptikanmi? Ha, bo'pti unda xo'sa. Kelar qaytim ko'mamsiz. Ma'qul. Ay ma'qul emasman, menga yaxshi ko'raverganjimi? Ma'qul, xo'sh. Ma'qul emas, xo'sh ko'rishib turdi. Bu yer turibsiz-ku? Nega vardingiz? Kinoxonaga? Kino qiziqarliqmi-ka? Xeli bo'ldi-ka. Kim bilan bordingiz? Yolg'iz bordim. Yolg'iz bordingizmi? Ha, siz kim bo'lgandingiz? Shuni bilan yolg'iz kirib ko'raverdim. Rost yolg'iz bordingizmi? Rost yolg'iz bordim. Nimishqa? Nimishqa? Nimishqa meni aldaysiz? Men nada sizni oldim? Sizni kinoxonada bir qiz bilan turganingizni men o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam. Ey Royla. Men sizga tushundiray. U degandan Sodiqdan singlisi, qiyni singlisi. Shu kino tugagandan keyin uchrashib qoldik shu. Ajab udul kepti ha. Tushtiksini go mulozimatchi qiz dedingiz. Endi bu ne? Lekin men sizga yolg'on gap qilmagan tursam, rost tursa bu ishlarning hammasi rost. Pestkesh. Oliy maktabda 6 yil yurgan muavdim kichik bir qizni deb meni tashlab o'tib ketgan. Kichik vaqtimda dadam opam ikkimizni tashlab o'tib ketgan. Endi siz meni tashlab o'tmoqchimi? Yo'q, Royla unda emas. Ular degan ular. Men degan men biz o'xshamaymiz. Hammanglar o'xshaysizlar. Lekin agar siz bunda o'ylasangiz, menimcha bu mendagi masala emas. O'zingizniki masala. Burun men o'zimdagi masalakim deb o'ylaydim. Biroq men boshqalardan anglamadim, balki o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men buni tushundim, Royla. Sizning hissiyotingizni tushunyapman. Lekin men deydiganimni deb bo'ldim.
siz bo'ldingmi? Siz bo'ldingmi? Endi başladım kız işini. Ma putum tilib ketdi. Men sizman ich berab to'xonsiz sangmamda. Sizning to'qo bilan farqim yo'q mening nazarimda. Putum og'ir ketdi meni. Amsa boshqa harakat almashtirib. Qoldirdi sangmamda. Meni siz shunday sababim bilan kelishganligim uchunmi? Yo'q, boshqa azonliq qadam topolmadim. Bekor chiqdim. Ya bir tush tamoq apamida. At degandan boshlab sizvatsan. Chiq qaqmay sizib qolgan qo'shib jim tura. Da qo'pol gap qilmay, mana muloyim gap qilsamamda. Bug'doy ishing bo'lsin, bug'doy so'zing yo'qmi degan gap bor Uyg'urlarda. Sadiq, xapamay, eg'ir ko'may, avar qilib qo'ydim. Yaxshi bitirib beramsan. Yaxshi turmasang, og'zing eshitdimi? To'xtaga gap qo'ysamamda. Endi Oshq beqaror bo'lib uyqulay deb tavi. to'xta degan bir Qur'onga to'shqan odam. U o'zining bundan munosabatini qanday qilish o'zi biladi. Biz aralashmasak bo'ldi bunga. Lekin mushbet ketelas. Olmas o'lib qolsa, ma to'xtab qoldi qara. Qana qilamiz uchada? Birazdan aka tatqilomsa. Sim tatamiz? Buldan gap qo'y. Men tassanglar. To'xtama Sadiq. Savday Sadiq. Mamada Sadiq. Uningsi ko'rmanlarmi? Yasinninki ko'rinish pek ozgan davotqanti. Yasinning kim bo'lib ketdi? Biz to'xtaga gap yarashtirib qo'ysak qildi yani. Bu da ikisi ayrılıp ketmedi o. Arsa azra iş çıktı xalas. Bunu sen bilsen ben bilemem. Bu işler biz aralashmasak mı buldu? Yarıştırıp qo'ymaslik o'zining tanlashi. Biz Qur'onga yetgan cho'ng odamlar kichik anglashlik qilmanglar, boshqalarni aralashmaylik. Sizlar to'yqimidinglar, uqmaysizlar qara. Bu ikki odamdan biri ekanligi aslida nihoyat oson bo'lgan bir ish bu. Muhabbat degan qanday shakllandi? Bir-biriga manda bir qanot tepib, kang qo'saqlik bilan. Qara, men shu vaqt tayoq yeyman. Ayolimga nima deb turman? Nimishqa? Chunki men ayolimni yaxshi ko'raman. Boshqalar meni Saymaxun deb bir laqamdan qo'yibdi. Mayli, lekin men ayolimni yaxshi ko'raman, muhabbatlik turmushim bilan. Uningizga tilgan, yaxshi ko'rganlik, urgan, so'yganlik deb ayolim jiq suydi meni, kuni shu vaqt suydi meni. Sizlar to'yqan qizlar. Shu men o'ylaymanki, biz ancha-muncha yordam qilib ikkisini kimdan savallik yo'q shunami? Uning ayol kishining kamisininki bexatarlik tuyg'usi pek azuldi qara. To'g'ri deding. Haqiqatan muhabbat ikki odamning biri ekanligi haqiqatan ta'sish. Biroq sen o'ylab baqdingmi? Bu ikkisining orasida paydo bo'lgan bu masala zaten nima sababdan paydo bo'ldi? Bu tipki masalaning chiqishi bu ikkisining orasida ma'lum bir ishda qimmat qarshi o'xshamaslik sababidan bo'ldi. Bu qiz hozir u xato tushundi. Ma'qul. Kela xato chu. Bundan keyinchi. Bu ikkisining orasidagi ish hargiz sen o'ylagandek unchalik oddiy emas. Agar oilaning ideyasidan bo'sh o'tgan bo'lsa, o'zi to'xtab izlaydi. Agar o'zining shu o'tkilda o'tolmay qolsa, menimcha u to'g'ri talash qila oladi. Ham to'xtami shu. Shunga sen men bu ishlar aralashmasak mı bo'ldi? Bildingmi? Siz bildingmi? Bildim, mana. Atiyaqim, men sizmi, men sizdingmi? Ha? Bu men sotmay qo'ydingmi? Ish yetarlik. Ne bu siz qisibdingmi? Chunki bu qismda e'lon qilsak topamidik. E'lon bizniki e'lon jig'o ketib bardaydi. Man ko'z tilab salam bizni. Bak sakıldırattım ha. Doğumdunuz mu? Poskunuz açtım. Açığınız yanğandı ha.
Tamam hep girelim sen. Yani açığınız yanıma da. Unda emas. Men mana 2 kun bek o'ylandim. Bunda yurayversak ish kelmizga yaxshi bo'lmag'idek. Onun ustiga idoradan Janubiy Shinjon xizmat gruppasi tushirdiga o'zim iltimos qilib tushishni qaror qildim. Sizning o'zingizga uchliq arzu-armonlaringiz bor, mening ham shu. Bana maslahat qilsam bay. Bo'pti, o'ylaganingizcha yaxshi bo'pti. Shunga biz ayrılıp ketaylik. To'xti, shu ijroqlarga ketgan qizning simoyiga qarab, shundoq o'yladi. Rohila noit oqko'ngilli yaxshi qiz edi. Faqat oilasi va o'tmishdagi kechirmishlari sababli bexatarlik tuyg'usi kamchil bo'lib qolgan. U chuqum o'ziga tayinib bu o'tganlardan o'tish kerak. Balkim Rohila shuni tushunib yetkazga bu qarorlarni qildi bo'g'ay. Lekin mayli qandoq bo'lmasin, To'xtining qalbida mangu shu kullamchi qizchaqning aslimasi saqlanib qoldi. Keyingi qismdagi ko'rinishlar. Evet, tatlı bulduk. Şimdi hanım, Şinjan'ın üstünün içine dönüş yapmadık. Putquldi jon degan narsa qilmadi, vallah. Film tartıştayız. Ya'ni bir asımdan tushibmida bu yerdan qimdanlar qamlashmaydi gap. Bilay Yasin, hemen mi aldın mı? Aldım. Hemen. Hey. He? Senin sumkanda mısın? Ya ben demez. En mühim mes şu. Kene. Sana bergen qo'y bergen. Ben mana oga. Ben sınavda mı gidiptim ha? Bu da yükle qalmadi. Oya qo'y. Gel hemen. En mühim nes kapı. Tak tutkense qadam qoqib qo'ypa. Beni... Ha, o'zakcha. ixtiyor oplisin sodasi. Allah içecektin. Mağla. Ben de gittim. Elimiz var. Hey! Hayt! Hayt! Ya! Assalamu alaikum. Aleykümselam, ben mayakta efendim. Mayakta. Ayısılar. Tanda gül hanım ben, gül hanım ben, bada gülistanım ben. To'xtama to'xti filmimizni To'xtama to'xti saloni. Hem biz bilan hamkorlashgan Suba saloni, Uyg'ur televiziya salonini ko'rasizlar.
Yana bizniki Bog'jon saloni, Mayin Shamal saloni, Yumarjon saloni, Muzikalar saloni, Saxovatchi saloni, Xalqim 3 saloni, Aydara 13 saloni, ham To'rzat saloni qatorliqlar ko'gildi. Undan boshqa yana ko'paytirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Kulkitori, Izzat To'rt ko'ra olasiz. Rahmat. Hamda biz xabarsiz lekin bizning filmimizni tarqitib berayotgan torbat salonlarga rahmat deymiz. Har qaysi torbat va salonlarning filmni o'z oldiga tarqitishiga ruxsat qilamiz. Assalomu alaykum. To'xtama-to'xtay filmni ko'rayotgan barcha do'stlar yaxshimisiz? Sizlar biz mukofot faoliyat ilib bormoqchi. Siz filmni To'sa Chamirga yo'llab, 100 yurak erishganki 12-sida bizning To'xtama-to'xtay salonimizga yo'llab, bizniki mukofot faoliyatimizga erishasiz. Oldingi 3 do'st bizniki Shahla sherikimiz alohida tanlagan Chess Azrash mahsulotlari. Shundoqla ham Royab sherikiniki Oqsil to'liqlash, kalsiy to'liqlash qatorliq mahsulotlarga erishasiz. Albatta, bu faoliyatni biz o'sha yerda ilib boramiz. Oldingi 3 do'st bizniki bu mukofotlarimizga erishadi. Rahmat sizga.